Bu odamning uyi shunchalik dabdabaliki, uni qo'riqlash uchun 12 ta xavfsizlik xodimi kerak bo'ladi. Hatto uning qo'shnisi Silver Sterling ham uning hovlisiga havas qiladi. Bu Denzel Washington. Uning hayoti shunchalik dabdabaliki, hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Uning Beverly hovlisida 100 ming funtli yer osti avtomobil muzeyi mavjud. Undan o'q o'tmaydigan Cadillac va yonida Rolls-Royce ham turadi. Ammo lekin bu hammasi emas. Keling, uning maxfiy kolleksiyalariga qaraylik. Uning ishxonasida 2 ta oltin Oscar qo'yilgan. Shaxsiy teatrida esa mashhur filmlardagi kiyimlar kolleksiyasi qo'yilgan. Ammo shunga qaramay 300 million dollarlik millioner farzandlarini oddiy maktabga yuborar ekan. Denzel Washington ko'p filmlardan olgan daromadini deyarli hammasini Afrikadagi 12 ta ko'z klinikasi qurish uchun sarflagan. Pandemiya davrida u 30 ta samolyotni arendaga olib, Ganaga tibbiy yordam yuborgan. U ko'p takrorlaydi. Agar ko'p pul cho'ntagingda qolsa, chiriydi. Agar uni boshqalar bilan bo'lishsang, u porlaydi. Millionerlar haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.